Ayollar ichida nima bor? Dadasi erkaklar bilan o'tirib sharmanda qilyapti. Bizni paytdachi xizmat Germaniyada bo'lgan. Ha, bu bizni kuyovimiz. O'tiring. Kelgan mehmonlarga lag'ma ilyapti-da. Juda olashoq teriz bor, hozir kelib yomon sharmanda qilaman, qarab turing. Nima deyapti? O'pkalanib Germaniyada xizmat qilyapman deydimi? Juda o'pkasi, har doim maqtan deydi. Ukalari bo'lasizmi? Qanaqa ukalari? Kuyov bo'laman, oling bundan. Kuyov bugun qolsanglar bo'lardi. Yo'q, uyga boraylik, tog'larimiz och qoladi-da. Qolasizlar. Xo'p. Ana mehmonlar ham ketishdi. Aya menga ikkita joy tashlang, biz bugun qolamiz. Ana ko'zing yo'lamayotgan qizingizlar olib chiqib keting. Kechasi bilan ming'illab suhtab chiqadi. Men dadam bilan yotaman. Nima yeysiz? Ona aytib qo'y. Xurra yotadigan bo'lsangiz, quloqingiz tagida shavla qaynataman. Bu pismig'i kecha sirlar ochilarganda. O'pinjon. Aka bola. Dada oziz sasiyotgandan xabaringiz bormi? Yo'q-a? Telegram kanallariga tarqab ketibdi-yu. Chesnoy, piyoz, shashlik, nos aralashtirgansiz mix bo'lib chiqyapti. Uxlab bo'lmayapti-yu. Yo'qotishni aytaymi? Og'zingizga suv to'ldirasiz. Keyin kiptiningni qayringizga, biringizga bitta tiqasiz. Shuni bitta qaynatib olasiz, og'zingizga hidi ham ketadi, o'zingiz ham ketasiz. Nima deyapsiz-ku bola? Ha, hidingizni yo'qoting, og'zingizni yopib yoting. Yashamaydi ekanda.